Assalomu alaykum. Men Mo'minjon Abduraimov bo'laman. Sizlarni Java AVT texnologiyasi video kursida ko'rib turganimdan juda xursandman. Bu video darslar ketma-ketligida AVT texnologiyasini nazariy va amaliy bilimlar asosida o'rganib chiqamiz. Demak, sizlarni bitta narsani biladi deb darslarimizni boshlaymiz. Ya'ni siz bu video kursini o'rganib boshlashingizdan oldin Java dasturlash tili asoslarini bilishingiz zarur bo'ladi. Agar siz Java dasturlash asoslarini bilmasangiz, avval asoslarni o'rganib bo'lib, keyin bu video kurslarni o'rganishni boshlashingiz kerak bo'ladi. Agar siz Java asoslarini bilmasdan turib bu video kursini o'rganib boshlasangiz, siz hech nima tushunmay qolasiz, hech nimaga tushunmaysiz. Qilayotgan ishingizning mohiyatini anglab yeta olmaysiz. Shuning uchun Java asoslarini mukammal darajada o'rganib bo'lganingizdan keyin, o'zingizga yetadigan darajada o'rganganingizdan keyingina bu video kursini o'rganishni boshlasangiz bo'ladi. Demak, bu video kursda biz NetBeans IDE 8.1 versiyadan foydalanamiz. Bu dasturni internetdan yuklab olishingiz mumkin yoki Eclipse dasturida ishlashingiz ham mumkin. Ularning farqi yo'q. Demak, AVT texnologiyasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. AVT o'zi nima? AVT bu Abstract Window Toolkit, ya'ni mafhum oyna asboblari desak ham bo'ladi. Uskunalari, ya'ni quyidagi, masalan, shu Sublime Text Editorga o'xshash dastur. Bu AVT texnologiyasi JDK ning Java Development Kitning birinchi versiyasidan boshlab chiqarilgan va rivojlantirib kelinmoqda. Eng zo'r narsalardan biri ochiq kodli, lekin sizga kodlarni o'zgartirishingizni maslahat bermayman. Demak, yana shu yerda takrorlab o'taman. Siz Java asoslarini o'rganib bo'lishingiz kerak bo'ladi. Keyin bu video kurslarni o'rganishni boshlaysiz. Chunki bu video darslarda obyekt nima, inheritance nima, polymorfizm nima, abstrakt metodlar va boshqa har xil interfeyslar haqida ma'lumot bermayman. Faqat va faqat AVT texnologiyasini o'rgataman. Shuning uchun boshda Java dasturlash asoslarini o'rganishingiz kerak bo'ladi. AVT texnologiyasidan maqsad nima? AVT texnologiyasidan maqsad xuddi mana shu dasturga o'xshash, NetBeans dasturiga o'xshash dasturlar tuzish. Demak, GUIning uzaytmasi nima? Graphical User Interface, ya'ni grafikali foydalanuvchi interfeysi degan ma'noni anglatadi. Demak, AVT ga kirish qilamiz. Komponent, container, panel, window, framelar haqida ma'lumot berib o'taman. Mana NetBeans dasturini quyidagi silkadan yuklab olishingiz mumkin yoki Eclipse dasturini quyidagi saytdan yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Endi komponent, container, panel, window va framelar haqida ma'lumot berib o'taman. Komponent nima? Komponent bu grafik ko'rinishga ega obyekt va u ekranda bizga ko'rinish berib turadi. Misol uchun, mana shu menyular. Konteyner nima? Bu o'zida komponentlarni saqlovchi muhit. Ya'ni
dasturda ishlatiladigan komponentlarni o'z ichida saqlaydi. Panel nima? Panel bu o'zida komponentlarning guruhini saqlay oladigan obyekt. Eng asosiy narsa yana window, oyna. Bu to'rtburchak ko'rinishga ega, xuddi mana shu oynamiz kabi. U bizga ekranda ko'rinib turadi. Har xil dasturlarni ishga tushirganimizda har xil oynalarni ko'ramiz. Misol uchun bu dasturda quyidagicha oyna. Bu dasturda esa quyidagicha oyna. Ularda ko'rinish va ma'lumotlar strukturasi har xil bo'ladi. Oynaning ichida ko'plab framelar, dialoglar. Bu narsalar oynaga qo'shimcha imkoniyatlarni bera oladi. Frame degandik, mana frame haqida ma'lumot. Bu ham oyna, lekin asosiy oynadan farq qiladi. Framelar asosiy oynadan chaqirib olinib ishlatiladi. Framening har xil xususiyatlari mavjud. Misol uchun, har xil ko'rinishlarga ega, o'z o'lchamini har xil oynaga moslab o'zgartira oladi. Ya'ni, misol uchun mana yozuvlar oynani, frameni o'lchamini o'zgarishiga qarab, uning ichidagi komponentlar, uning ichidagi struktura, ma'lumotlar o'zgaradi. Demak, nazariy bo'lsa ham nazariy qisqacha ma'lumotlarni o'rganib oldik. Keyingi darsimizda AVT user interface, AVT foydalanuvchi interfeysi elementlarini o'rganib chiqamiz. AVT da dasturlar qanaqa struktura bo'yicha tuziladi, qanaqa ishlaydi, qanaqa prinsipga ega, o'shanaqa ma'lumotlarni barchasini berib o'taman. Keyingi 3-darsimizdan boshlab esa amaliyotda dasturlar tuza boshlaymiz. Ya'ni amaliyotga o'tamiz degan ma'noni anglatyapti. Demak, pauza berib, quyidagi ma'lumotlarni yana bir qator o'zingiz o'qib chiqing. Hali bu narsalarni siz dasturlash mobaynida juda yaxshi tushunib olasiz. Hozir ba'zi narsalarga tushunmay qolgan bo'lishingiz mumkin. Buni hech yomon joyi yo'q. Boshlanishda shunaqa bo'ladi o'zi. Demak, shu yerda darsni tugataman. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.